Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga obunachilari. Bugungi sotadigan mashinamiz Matiz Best Oq Svetda 2013-yilda ishlab chiqarilgan kraska родной. Mashin svejiy holatda, ajoyib tutilgan. Ko'rib turganingizdek, hozir tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'tib ketaman, keyin ichki ko'rinishini ko'rsataman. Mashin dik. O'tirib yotgan mashina emas, qiyinchilik ko'rgan mashina emas. Mashin Bestni bilgan biladi, zo'r mashin. O'zi güçlü, argo Matizga qaraganda güçlü. Bu yerimizda ozgina zangi bor, zangimizni просто egalar родной dursin deb ishlatmagan bu yerini ham. Tashqi ko'rinishi. Hozir probegini ham ko'rsatib o'tib ketaman. İçini görünüşünə görüb turganlarsa apishkalar ham kiritilib yotgan emas, zo'r tutilgan, qarab tutilgan mashin. Sidinalar ham dik. Uni o'tirib yotgan sidinalar emas. Patologi akkuratniy meri. Probegimizni ko'radigan bo'lsak, probegimiz 136.000 kilometr tutgan. 136.880 kilometr. Polik chexol ham narsalari bor. Akkuratniy tutilgan. Arkası metan bor. Hozir eldini ko'rsatib o'tib ketaman. Eldini ko'rib turganlaringiz konditsioner, rulavoy ham gidrousilitor rul ham qo'yilgan. O'zi boyina bo'ladi, metan yana. Matiz Best. Elde görünüşü ham zo'r, avariyni emas, chotki. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni telefon nomerlarini qoldirmay egasini bemalol tanlashingiz mumkin.